Kuni kecha Santiago Montiel super goli uchun Pushkish sovrinini qo'lga kiritdi va bu 100% haqli tanlov. Chunki jarima maydoni tashqarisidan qaychi uslubida zarba berib gol urish deyarli imkonsiz. Masofa deyarli 20 metr. Barcha raqib o'yinchilari jarima maydoni ichida va bu vaziyatda to'pni sheriklariga oshirganda katta ehtimol vaziyat gol bilan yakunlanmasdi. Lekin vaqtida qilingan tavakkal Montielga Pushkish sovrinini olib kelmoqda. 2025-yil ham deyarli o'z nihoyasiga yetdi va ushbu yil davomida biz bir-biridan chiroyli super gollar guvohiga aylandik va hatto ba'zilari Montielning golidan ham qolishmaydigan. Va bugungi videoda 2025-yildagi top 25 eng chiroyli gollarni ko'rib chiqamiz. Dastlabki gol Jahon chempionati saralashidagi Kylian Mbappening Ozarbayjonga qarshi kiritgan solo goli. Mbappe maydon markazidan to'pni qabul qilib, deyarli barcha futbolchilarni aldab darvozani ishg'ol qiladi va o'yindagi g'alabani ham aynan ushbu gol boshlab bergan. Oltin to'p uchun asosiy da'vogar Mbappe bu mavsum davomida hali bundan-da chiroyli gollarni kiritsa ham kerak. Hozircha Kylianga 25-o'rin. Keyingi futbolchi gruziyalik Xvicha Kvaratskhelia Chempionlar Ligasidagi ajoyib goli. Ushbu gol ham Mbappening golidan qolishmaydigan, asosan dribling orqali kiritilgan gol. Kvara bitta ayyorona harakati bilan raqib himoyachisini pensiyaga jo'natib yuboradi va yaqin burchakni nishonga olib darvozabon ololmaydigan kuchli zarba beradi. Premier Ligaga o'tamiz va navbatdagi super gol muallifi Richarlison. O'zi qaychi uslubida kiritiladigan gollar Richarlison uchun oddiy holga aylanib bormoqda. Jahon chempionati bunga misol. Bu yil ham Byorne darvozasiga Quddusning uzatmasidan keyin super gol kiritib, Tottenhamning g'alabasiga sabab bo'lgan. Navbatdagi gol ham Premier Liga vakiliga tegishli. Aniqrog'i Dominik Sabaslayning Arsenal darvozasiga kiritgan super goli. Ushbu gol nafaqat chiroyli, balkim Liverpoolga 3 ochko olib kelgan gol hisoblanadi. Taxminan 30 metr masofadan Sabaslay Raya darvozasini aniq poylaydi. Jonli devor ham, darvozabon ham hech nima qila olishmagan. Aytib o'tganimdek, ushbu gol Liverpoolga qimmatli 3 ochko olib kelganini hisobga olsak, ushbu shedevrning qadri yanada oshadi. Keyingi o'rinda PSG wunderkindi Désiré Doué va uning Chempionlar Ligasidagi super goli. Doué bitta himoyachini ortda qoldirib, kutilmaganda jarima maydoni tashqarisidan Coutinho uslubida zarba beradi. Hatto darvozabon ham ushbu to'pga tashlanmagan. Chunki birinchidan zarba kutilmagan va qiyin trayektoriyada yo'llanadi. Natija super gol va PSJning g'alabasi. 20-o'rinda argentinalik Julian Alvarez va uning Real Madridga kiritgan goli. Menimcha uning jarimadan urgan goldan ham ko'ra ushbu gol juda qiyin va chiroyli chiqqan. Kamavingadan o'tib, Julian uzoq burchakka zarba yo'llaydi va hatto so'nggi yillarning eng yaxshi darvozaboni Thibaut Courtois ham ushbu golni qaytara olmagan. Afsuski, ushbu shedevr Atleticoga keyingi bosqichga o'tishga baribir yordam bermaydi. Keyingi gol Monaco futbolchisi Magnus Akliushga tegishli. Futbolchi Vandersonning uzatmasidan keyin akrobatik uslubda darvozani ishg'ol qiladi. Shunchaki bu golga e'tibor bering. To'p Magnusning oyog'iga ideal kelib tushadi va zarba ham aniq yo'llangan. Monacoga 3 ochko, Akliushga 100 ball. Navbatdagi gol muallifi Santosni Braziliyaning birinchi ligasida saqlab qolgan Neymar dos Santos. Neymar Inter de Limeira jamoasiga qarshi o'yinda burchak zarbasidan super gol kiritib, Santosning yirik hisobdagi g'alabasiga sabab bo'ladi. Darvozabon ham, himoyachilar ham, hatto Santos futbolchilari ham Neymardan uzatma kutishgandi. Lekin kutilmaganda darvozabon o'rnini tark etganini ko'rgan Neymar ajoyib aylanma zarba bilan gol kiritadi. 17-o'rinda Luis Diaz va uning Bavariya safidagi deyarli imkonsiz ko'ringan goli. Yozef Stanishic'ning kuchli uzatmasidan keyin Luis Diaz to'pga yetib borib, uni maydonda saqlab, himoyachini ko'rdim demay o'tib ketadi va uzoq burchakka zarba yo'llab gol kiritgan. Hatto uzatmani amalga oshirgan Stanisic ham Diaz to'pga yeta olmaydi deb boshini ushlab qoladi. Lekin Luis har doimgidek Bavariya safida porlamoqda. Ajoyib gol va ajoyib highlight. Keyingi futbolchi yana Kylian Mbappe va uning Manchester Cityga kiritgan parashyut uslubidagi goli. Ushbu o'yinda Madrid 3-1 hisobida g'alaba qozonadi. Kylianning hat-trigi evaziga, lekin o'yindagi gollar ichida aynan ushbu gol juda chiroyli chiqqan. Ruben Diasning xatosidan keyin Mbappe darvozaga qaramasdan turib zarba berib, Madridning g'alabasini boshlab beradi. 15-o'rinda Vasiliy Adjich va uning Interga qarshi kiritgan super goli. O'yin jangovar 3-3 bo'lib turgan bir paytda Adjich uzoq masofadan zarba yo'llaydi va Jan Sommer darvozasini ishg'ol qilib, Juventusning g'alabasini ta'minlagan. 25 metrdan ortiq masofa, 91-daqiqa, shiddatli derbi va ajoyib gol.
Va siz u biz kutgan futbolchi Declan Rice va uning bir emas Real Madridga qarshi kiritgan ikkita super gollari. Qiziqarli fakt, Rice butun faoliyati davomida umuman jarimadan gol kiritmagan va Realga qarshi o'yinda ikkita jarima zarbasi va ikkita super gol. Aynan ushbu gollar Arsenalni keyingi bosqichga olib chiqdi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Rice'ning ayniqsa ikkinchi goli juda chiroyli va haylaytlarga bob gol bo'lgan. 9lik burchakni aniq poylab, Kurtua darvozasini ishg'ol qiladi. Real Madrid muxlislari uchun ushbu gollar allaqachon qo'rqinchli tushga aylanib ulgurgan. 13-o'rinda 40 yoshli Cristiano Ronaldo va Al Nassr o'yinidagi uning akrobatik goli. Do'stlar, 40 yoshda bunday gol urish odam zotiga umuman imkonsiz, lekin Ronaldo uchun emas. Ushbu zarba shunchalik ideal yo'llangandiki, hatto darvozabon ham bu shedevrni qaytara olmagan. Navbatdagi gol yana Premier Ligadan va Arsenal yarim himoyachisi Martin Subimendiga tegishli. To'pni havoda qabul qilib, to'xtatmasdan zarba berish juda qiyin. Zarba bergan taqdiringizda ham aniq yo'llash deyarli ilojsiz. Gol kiritish esa 1% ga teng bo'ladi va Subimendi ushbu 1% dan unumli foydalanib ajoyib gol kiritgan. Premier Ligadan uzoqlashmaymiz va keyingi gol Omar Marmushga tegishli. Ronaldo davridan beri bunaqa trayektoriyada aniq 9'likka boradigan gol hech kim kiritmagan va Omar Marmush bu golni 25 metr masofadan zarba yo'llab kiritadi. Guardiolaning sistematik futbolini hisobga olsak, bunaqa kutilmagan gollar Manchester City o'yinini yanada bezab bermoqda. To'p o'ngga ham yetib keldik va Lamine Yamalning Interga qarshi urgan solo goli bilan boshlaymiz. Ushbu o'yinda Yamalni Interning 3 ta futbolchisi qo'riqlagan: Di Marco, Mkhitaryan va Bastoni. Lekin Lamine Interning butun himoyasini aldab o'tib ajoyib gol kiritadi va o'yindagi hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirgan. Qo'shimchasiga ushbu shedevr o'tgan mavsumdagi Chempionlar Ligasining eng chiroyli gol nominatsiyasida ham g'alaba qozonadi. 9-o'rinda yana Cristiano Ronaldo va yana Al Nassrdagi kiritgan super goli. Jarima maydon tashqarisidan juda kuchli zarba bilan Cristiano Al Riyod darvozasini ishg'ol qiladi. Ushbu gol ham Subimendinikiga o'xshab juda qiyin gol bo'lgan. Ronaldo havodagi to'pni to'xtatmasdan uzoq burchakka aniq yo'llaydi va yosh faqatgina raqam ekanligini bizga isbotlab kelmoqda. Bu ro'yxat Fede Valverdesiz ideal bo'lmas edi. Valverde o'zi kamdan kam gol kiritadi. Navbatdagi shedevr ham Celtaga qarshi kubok o'yinida kiritilgan. Ekstra taymlarda Real 3-2 hisobida oldinda boradi va Valverdening pushkasi evaziga hisob yanada yiriklashgan. 7-o'rinda Mickey Van de Ven va uning Son Heung-min ustubidagi solo goli. Chempionlar Ligasidagi Kopengagenga qarshi o'yinda 64-daqiqada Van de Ven o'z maydonida to'pni qabul qilib, Kopengagenning butun tarkibini ortda qoldirib, darvozani ishg'ol qiladi. Eslatib o'taman, Mickey Van de Ven markaziy himoyachi va himoyachidan bunday gol ko'rish juda kamyob hodisa. Katta ehtimol ushbu gol Chempionlar Ligasi turnir gol deb topilsa ham kerak. Keyingi futbolchi Estevao Willian va uning Barselonaga urgan goli. Balkim bu gol Van de Ven yoki Yamalning golchalik chiroyli emasdir, lekin bu Barselonaga qarshi kiritilgan. Estevao Kubarsi hamda Alejandro Baldedan o'tib, yaqin burchakka zarba bilan hisobni 3-0 ko'rinishiga keltiradi. Top 5ni Bayer Leverkusen yarim himoyachisi Aleix Garcia ochib bermoqda. PSJga qarshi o'yinda uning jamoasi 2-7 hisobda qaqshatqich mag'lubiyatni qabul qilib oladi. Lekin Bayer uchun o'yindagi eng esda qolarli vaziyat aynan Aleixning super goli bo'lgan. Keyingi futbolchi hozirda Manchester Unitedda o'zini topa olmayotgan Benjamin Sheshko. O'tgan mavsum Leipzig safida Benjamin ajoyib statistika ko'rsatib, o'z transfer narxini oshiradi. Qo'shimchasiga chiroyli highlightlar ham kam emas edi va shunday gollardan birini ko'rishingiz mumkin. 25 metr masofadan pushka zarba berib, Werder darvozasini ishg'ol qiladi. 3-o'rinda Rafinyaning Chempionlar Ligasidagi Interga kiritgan goli. Bilaman, gol uning nomiga yozilmagan, lekin baribir Chempionlar Ligasi yarim finalda bunday gol kiritish katta natija. Olmoning uzatmasidan keyin Yamal to'pni o'tkazib yuboradi va 20 metr masofadan Rafa aniq zarba yo'llab hisobni tenglashtirgan. Jan Sommer ham oldiniga ushbu to'pga ulgura olmaydi. Shuning uchun ham qaytgan to'p uning boshiga tegib, darvozaga kirib ketgan. Keyingi futbolchi yana Richarlison va uning yaqinda bo'lib o'tgan o'yindagi Arsenalga kiritgan super goli. Martin Subimendining xatosidan foydalanib, Joao Palhinha to'pni olib qo'yadi va Richarlison birinchi bo'lib yetib borib, 35 metr masofadan zarba yo'llab gol kiritgan. Albatta ushbu golda Raya hamda Subimendi aybdor, lekin 35 metr masofadan yuqori burchakka aniq zarba yo'llash hammaga ham emas. Va to'pdagi so'nggi gol Scott McTominayga tegishli. Nega bu gol birinchi o'rinni egallamoqda desangiz, sababi oddiy. McTominay ushbu golni kiritayotib Ronaldo rekordini yangilaydi. Ya'ni 253 masofa tepadagi to'pni darvozaga aniq kirita olgan. Oldingi rekord Ronaldoga tegishli edi, 238 metr. Qolaversa, yarim himoyachilar odatda bunday gol kiritishmaydi.
Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Agar kontent sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling. Izohlarda yana qaysi gollar ushbu ro'yxatga kiritilishi kerakligini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.